Remontga necha baho beramiz, mana atechim to'la, neoklassik uslubda, chiroyli holatda, patoloylari ham mana omastagilarni zo'rlashibdi. Remontga umuman gap so'z yo'q. Biz chiroyli remontga oppoq eshik o'rnatib berdik, shartlanka uslubda, ashifka taborlar bilan chiroyli holatda o'rnatildi. Magnitli zamok qo'yildi, tilla rangda zamoklarimiz ham mana oshlarimiz, tiyobni shpingaletlarimiz mana. Har doimgidek qalin kesaklar, 3 tadan oshib, rezinkalari bilan 5 so'mlik holatda tayyor bo'ldi. 1,5 qanotli oppoq eshigimiz, bu tomonda 1 qanotli eshiklar, bu tomondagilar ham chiroyli holatda o'rnatildi. Hojatxona, tomonga spalni ko'rishlari mumkin. Mana 3 xonadonga o'rnatildi Qo'qon shahrida, Baqachorsuda. Chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent viloyatlari bo'ylab o'lchash, o'rnatish, dastlabki xizmatlari mavjud. Kimga qanaqa rang, fasollar zarur bo'lsa, lichkamizda Telegram kanalimiz bor, ko'rib, tanlab murojaat qilishlari mumkin. Aloqaga chiqarasizlar.